Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamiz. U nafaqat sizni, balki sizning ota-onangizni, bobo-buvlaringizni, umuman O'zbekistondagi har bir nafaqaxo'rni bevosita ta'sir qiladi. Gap shundaki, bir maydan boshlab banklar orqali nafaqa to'lash tartibi tubdan o'zgardi. Bu o'zgarishlar sizning nafaqangizni qanday olishingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu ma'lumotlardan bexabar bo'lsangiz, nafaqa olishda kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Bu har bir so'z juda qimmatli. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotlar haqiqatan ham hayotiy ahamiyatga ega. Mavzuning o'zagiga o'tamiz. Avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Oldingi tartibga ko'ra, nafaqa to'lash tizimi biroz murakkab va har xil usullarni o'z ichiga olardi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar nafaqalarni naqd pul ko'rinishida olishardi. Bu asosan mahalla fuqarolar yig'inlari, pochta bo'limlari yoki uyga yetkazib berish xizmati orqali amalga oshirilardi. Ba'zi hollarda esa nafaqa bank kartalariga o'tkazilardi. Ammo bu ham doim ham to'liq tizimlashmagan edi. Misol uchun, qishloq joylarda nafaqa asosan pochta orqali yoki uyma-uy tarqatilgan bo'lsa, shaharlarda ko'proq bank kartalari ishlatilar edi. Naqd pul olish uchun navbatlarda turish, qog'ozbozlik bilan shug'ullanish kabi muammolar bor edi. Ba'zi nafaqaxo'rlar uchun har oy pochta bo'limiga borish yoki mahalla idorasidan navbat kutish og'ir kechar edi. Bank kartasiga pul oladiganlar uchun esa jarayon nisbatan oson edi, ammo baribir bank bilan muloqot qilishda yoki kartani yangilashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin edi. Eng asosiysi, nafaqa to'lash jarayonida turli idoralar ishtirok etardi. Bu esa ba'zan ma'lumotlar almashishda uzilishlarga olib kelardi. Endi esa bir maydan boshlab vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat nafaqa to'lash jarayonini yanada shaffof, samarali va raqamli qilish maqsadida yangi tartibni joriy etdi. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa to'lashning birlashgan tizimi yaratildi va bank kartalari hamda bank hisobvaraqlari asosiy to'lov vositasiga aylandi. Boshqacha aytganda, nafaqa to'lash jarayonining markazida endi banklar turadi. Avvallari banklar faqat pulni o'tkazuvchi vositachi bo'lgan bo'lsa, endi ular nafaqani nafaqaxo'rga to'liq va o'z vaqtida yetkazish uchun bevosita mas'ul hisoblanadi. Maqsad naqd pul muomalasini kamaytirish, navbatlarni yo'qotish va har bir nafaqaxo'rning o'z mablag'ini istalgan joyda va istalgan vaqtda erkin ishlatish imkoniyatini yaratishdir. Bu o'zgarishlar ayniqsa shaharlarda va rivojlangan qishloqlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun dolzarb. Naqd pul oladiganlar uchun esa yangi, aniqroq tartib-qoidalar joriy etiladi yoki ularni bank kartasiga o'tishga undash tizimi kuchaytiriladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga xavotir olmasa ham bo'ladi? Yangi tizim nafaqa to'lovlarini soddalashtirish va raqamlashtirishga qaratilgan. Bu barcha nafaqaxo'rlar uchun qulaylik yaratish kerak, ammo ba'zi guruhlar uchun dastlabki bosqichda biroz noaniqliklar bo'lishi mumkin. Keling, har bir holatni alohida ko'rib chiqamiz. 1. Kimlarga xavotir olmasa ham bo'ladi? Agar siz hozirda nafaqangizni doimiy ravishda bank kartangizga, masalan, Humo yoki Ustart olib kelayotgan bo'lsangiz va bu kartadan muntazam foydalanayotgan bo'lsangiz, siz uchun tashvishlanishga hojat yo'q. Sizning nafaqangiz har oydagidek belgilangan muddatda kartangizga tushishda davom etadi. Aslida, yangi tizim tufayli sizning nafaqangizni olish jarayoni yanada barqaror va ishonchli bo'ladi, chunki banklar endi bu jarayonga to'liq mas'uliyat bilan yondashadi. Siz uchun asosiy o'zgarish shuki, fonda ishlaydigan tizim yanada kuchayadi va bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshishi kutilmoqda. Siz o'z bankingiz ilovasi orqali nafaqa tushganini darhol tekshirishingiz, mablag'ingizni nazorat qilishingiz va xaridlar uchun ishlatishingiz mumkin. 2. Kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Eng avvalo, hozirgacha nafaqasini naqd pul ko'rinishida olib kelganlar uchun katta o'zgarishlar mavjud. Agar siz pochta bo'limidan, mahalla idorasidan yoki uyga yetkazish xizmati orqali nafaqa olgan bo'lsangiz, endi sizni bank kartasiga o'tishga faol ravishda chaqirishadi. Hukumatning maqsadi imkon qadar ko'proq nafaqaxo'rlarni bank kartalari orqali to'lovga o'tkazish. Agar siz bank kartasiga o'tmasangiz, naqd pul olish uchun yangi tartib-qoidalar ancha qat'iy bo'lishi mumkin.
Sizdan ko'proq tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi, pulni olish joyi yoki muddati o'zgarishi mumkin. Ikkinchi guruh bu eski yoki faol bo'lmagan bank kartalariga ega bo'lganlar. Agar sizda bank kartasi bo'lsa-yu, lekin undan foydalanmasangiz, muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki uni qayerga qo'yganingizni eslolmasangiz, siz ham tezda bankingizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Aks holda nafaqangiz kartangizga tushishi mumkin, lekin siz undan foydalana olmaysiz. Uchinchi guruh raqamli savodxonligi yetarli bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Kompyuter yoki smartfon bilan ishlashga qiynaladigan keksa yoshdagi fuqarolar bank kartasi va mobil ilovalardan foydalanishda yordamga muhtoj bo'lishlari mumkin. Ularga farzandlari, nabiralari yoki ijtimoiy xodimlar yordam berishi juda muhim. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatni yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi. Misol 1. Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Gulnora opa har oy bir 500 so'm nafaqasini pochta bo'limidan naqd pul shaklida olardi. Pochta bo'limida doim navbat bo'lardi. Bu esa Gulnora opaning sog'ligi uchun ham, vaqti uchun ham qiyinchilik tug'dirardi. Endi esa bir maydan boshlab unga bank kartasini ochish tavsiya etildi. Gulnora opa Xalq bankiga pasporti bilan bordi va yangi Ustart bank kartasini ochdi. Bank xodimi unga kartani qanday ishlatish, PIN kodni qanday eslab qolish va bankomatdan pul yechishni tushuntirdi. Agar Gulnora opa kartani ochishni istamasa, uning naqd pul olish tartibi biroz murakkablashishi mumkin. Balki pochta bo'limidan nafaqa olish uchun belgilangan kun va vaqtlar qat'iyroq nazorat qilinishi yoki uning uyiga nafaqani yetkazib beruvchi xodim uni bank kartasiga ochishga ishontirish uchun bir nechta qo'shimcha hujjatlarni imzolashini so'rashi mumkin. Naqd pul yetkazib berish endi istisno holat sifatida ko'rib chiqiladi va alohida tashkillashtiriladi. Bu esa biroz kechikishlarga olib kelishi mumkin. Misol 2. Samarqand viloyatida yashovchi 65 yoshli Alisher bobo allaqachon bir necha yildan beri 1800 so'm nafaqasini Agrobankdagi Ustart kartasiga oladi. U kartadan doimiy ravishda supermarketlarda xarid qilishda va kommunal to'lovlarni amalga oshirishda foydalanadi. Alisher bobo uchun yangi tizim hech qanday muammo tug'dirmaydi. Uning nafaqasi har oydagidek kartasiga o'z vaqtida tushadi. U hech qanday qo'shimcha harakat qilishi shart emas. Bu kim tashvishlanmasligi kerak, qatoriga kiradigan ideal misol. Misol 3. Uzoq qishloqda yashovchi 75 yoshli Dilfuza aya har oy bir 200 so'm nafaqasini uyiga pochta xodimi yetkazib berish orqali olar edi. Unga yaqin joyda bank bo'limi yo'q, shuning uchun kartadan foydalanish qiyin. Yangi tizim sharoitida ham uzoq va chekka hududlarda yashovchi keksa va imkoniyati cheklangan shaxslarga nafaqani uyga yetkazib berish imkoniyati saqlanib qoladi. Ammo endi bu jarayonni bankning o'zi tashkillashtiradi. Bankning mobil xizmatlari yoki mahalliy pochta bo'limlari bilan tuzilgan shartnomalar orqali nafaqa uyga yetkazilishi mumkin. Dilfuza ayaga bankdan qo'ng'iroq bo'lib, uning shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashlari yoki nafaqa olish uslubi bo'yicha afzalliklarni so'rashlari mumkin. Asosiysi, bank endi bu jarayonni to'liq boshqaruvga oladi. Misol 4. Toshkent shahrida yashovchi 68 yoshli Botir aka 1600 so'm nafaqasini oldinlari bank kartasiga olar edi, ammo oxirgi 2 yilda kartasidan deyarli foydalanmaydi va ko'proq naqd pulni afzal ko'radi. Uning kartasining muddati ham yaqinda tugaydi. Yangi tartibga ko'ra, Botir aka o'z bankiga murojaat qilishi va kartasini yangilashi yoki faol holga keltirishi shart. Aks holda nafaqa uning hisobiga tushsa ham, u undan foydalana olmaydi. Banklar o'z mijozlari bilan bog'lanib, eski yoki muddatini o'tkazib yuborgan kartalarni yangilashni tavsiya etadi. Bu yerda asosiy vazifa muddatini o'tkazib yuborgan yoki faol bo'lmagan kartalar eng katta muammo hisoblanadi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar va e'tibor berish kerak bo'lgan qaltis jihatlar mavjud. Istisnolar 1. Uzoq va chekka hududlar. Hamma joyda ham bank infratuzilmasi bir xil darajada rivojlangan emas. Aholisi kam, bank filiallari yoki bankomatlar mavjud bo'lmagan chekka qishloqlarda naqd pulda nafaqa olish imkoniyati saqlanib qoladi. Ammo bu holatda ham bankning o'zi nafaqani yetkazish uchun mas'ul bo'ladi. Ehtimol, bankning mobil xizmatlari, ya'ni bank xodimlari belgilangan kunlarda hududlarga borib nafaqaxo'rlarga naqd pul tarqatishi mumkin.
Bu jarayon avvalgidan ko'ra ko'proq nazorat ostida bo'ladi va bank tomonidan tashkil etiladi. Itti. Keksa va nogironligi bor shaxslar, jismonan bankka bora olmaydigan yoki bankomatdan foydalana olmaydigan keksa yoshdagi yoki nogironligi bor shaxslar uchun maxsus choralar ko'rilishi mumkin. Masalan, bank xodimlari uyga borib, kartani ochishda yordam berishi, nafaqani uyga yetkazib berishi yoki ishonchnoma asosida boshqa shaxsga pul olishga ruxsat berilishi mumkin. Bunday holatlarda to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlar va ishonchnomalar juda muhim. 3. Texnik nosozliklar. Bank tizimida vaqti-vaqti bilan texnik nosozliklar, aloqa uzilishlari yoki boshqa muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda bank nafaqa to'lovini tezkorlik bilan tiklash va kelib chiqqan muammoni hal qilish uchun mas'ul hisoblanadi. Nafaqaxo'r bunday holatlarda zudlik bilan bankning ishonch telefoniga murojaat qilish kerak. Qaltis jihatlar va e'tibor berish kerak bo'lgan holatlar. 1. Muddati o'tgan yoki faol bo'lmagan kartalar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu eng katta xavf. Agar kartangizning muddati o'tgan bo'lsa yoki uni uzoq vaqtdan beri ishlatmayotgan bo'lsangiz, nafaqangiz kartaga tushsa ham, siz undan foydalana olmaysiz. Shuning uchun kartangizning amal qilish muddatini tekshirish va uni o'z vaqtida yangilash juda muhim. 2. Firibgarlik, frod bu juda jiddiy masala. Yangi tizimga o'tish bahona qilib, firibgarlar sizga qo'ng'iroq qilib, karta raqamingiz, PIN kodingiz, turkodingiz yoki SIMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'rashi mumkin. Eslab qoling, hech qachon bank xodimlari sizdan bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Agar sizga shunday qo'ng'iroqlar bo'lsa, darhol aloqani uzing va o'z bankingizning rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, vaziyat haqida xabar bering. 3. Ma'lumot yetishmasligi. Ko'plab nafaqaxo'rlar bu o'zgarishlar haqida xabardor bo'lmasliklari mumkin. Bu esa nafaqa olishda kechikishlar yoki tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu video aynan shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan. Atrofdagilarni ham xabardor qiling. 4. Bank komissiyalari. Ba'zi banklar ma'lum turdagi kartalar uchun kichik xizmat haqi olishi mumkin. Nafaqaxo'rlar bankka murojaat qilganlarida aynan nafaqa to'lovlari uchun mo'ljallangan, odatda bepul yoki minimal to'lovli kartalar haqida so'rab olishlari kerak. Xalq banki kabi davlat banklarida nafaqa kartalari odatda bepul bo'ladi. 5. Noto'g'ri ma'lumotlar. Bank hisobingizga bog'langan shaxsiy ma'lumotlaringiz, manzil, telefon raqami dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar siz manzilingizni yoki telefon raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bu haqida bankingizga va pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. 1. Bankning mas'uliyati oshishi. Yangi tartibga ko'ra, banklar nafaqani o'z vaqtida va to'g'ri yetkazib berish uchun bevosita javobgar hisoblanadi. Bu degani ular endi mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga, muammolarni tezkor hal qilishga majbur. Nafaqaxo'rlar endi o'z banklardan ko'proq yordam va tushuntirish talab qilish huquqiga ega. 2. Raqamli savodxonlikni oshirishga turtki. Bu o'zgarish nafaqa to'lovlari tizimini raqamlashtirish bo'yicha kengroq hukumat strategiyasining bir qismidir. Maqsad aholining moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirish. 3. Bank tanlash huquqi. Nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini olish uchun istalgan bankni tanlash huquqiga ega, nafaqat tarixan foydalangan bankni. Bu sizga eng qulay shart-sharoitlarni taklif qiladigan bankni tanlash imkoniyatini beradi. Agar siz boshqa bankka o'tishni istasangiz, tanlagan bankingizga pasportingiz bilan borib, nafaqa to'lovi bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Bank sizga yangi kartani ochib beradi va pensiya jamg'armasiga tegishli ma'lumotlarni yuboradi. 4. Muloqot. Banklar nafaqaxo'rlar bilan faol muloqot qilishlari va ularni o'zgarishlar haqida xabardor qilishlari kerak. Ammo nafaqaxo'rlar ham o'z navbatida faol bo'lishi, o'z banklari yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumot so'rashi muhim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Aniqlangan harakatlar ketma-ketligi. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz aniq qanday qadamlarni qo'yishingiz kerak? Bu maslahatlarga amal qilib, siz nafaqa olishda hech qanday muammoga duch kelmaysiz. 1. Agar siz allaqachon bank kartasi orqali nafaqa olayotgan bo'lsangiz, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring.
Uning old tomonida valid true yoki express deb yozilgan sana bo'ladi. Agar muddati yaqinlashayotgan bo'lsa yoki o'tib ketgan bo'lsa, darhol bankingizga murojaat qiling va kartani yangilang. Masalan, Humo yoki Ustart kartalarning amal qilish muddati odatda 5 yilni tashkil etadi. Bank hisobingizga bog'langan telefon raqamingiz dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankingizga borib, uni yangilating. Banklar ko'pincha muhim xabarlarni SMS orqali yuboradi. Shuningdek, internet banking va mobil ilovalar uchun ham dolzarb raqam zarur. Agar siz eskiroq kartadan foydalanayotgan bo'lsangiz, bankingizga borib, uni yanada zamonaviy, himoyalangan va qulay kartaga almashtirish haqida o'ylab ko'ring. Yangi chiplangan kartalar ko'proq himoyalangan bo'ladi. Agar siz bankomatdan foydalanishda qiynalayotgan bo'lsangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki bank xodimlaridan yordam so'rang. Bankomatdan pul yechish, balansni tekshirish, shuningdek, postterminal orqali do'konlarda to'lovlarni amalga oshirishni o'rganing. Bu sizning hayotingizni ancha osonlashtiradi. Agar siz hali ham naqd pulda nafaqa olayotgan bo'lsangiz, sizga bank kartasini ochishni qat'iy tavsiya qilaman. Bu nafaqa olishning eng qulay va zamonaviy usulidir. O'zingizga qulay bo'lgan istalgan bankka, masalan, Xalq banki, Agrobank, Capital bank, Milliy bank yoki boshqa pasportingiz bilan boring. Bank xodimiga sizning nafaqaxo'r ekanligingizni va nafaqa olish uchun bank kartasi ochish istagida ekanligingizni ayting. Bankdan aynan nafaqa to'lovlari uchun mo'ljallangan bepul yoki arzon xizmat ko'rsatuvchi kartalar haqida so'rang. Ko'pgina banklarda nafaqaxo'rlar uchun maxsus qulay tariflar mavjud. Kartani ochgandan so'ng bank xodimidan nafaqangizni shu yangi kartaga bog'lash, pensiya jamg'armasiga ma'lumot yuborish bo'yicha yordam so'rang. Bu jarayonni ular o'zlari amalga oshiradi. Agar siz bank kartasiga ochishni mutlaqo istamasangiz va naqd pul olishni talab qilsangiz, zudlik bilan yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerdan sizning hududingizda naqd pulni qanday yangi tartibda yetkazib berishini bilib oling. Esda tuting, bu holatda nafaqani olish tartibi biroz o'zgarishi va qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Oldindan tayyor turish yaxshiroq. Umumiy maslahatlar barcha nafaqaxo'rlar uchun. Pasportingizni doimo yoningizda saqlang. Bankda yoki pensiya jamg'armasida har qanday masalada sizdan pasport talab qilinadi. Hech qachon birovga PIN kodingizni, karta raqamingizni, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali chiv kodini yoki telefoningizga kelgan bir martalik tasdiqlash kodlarini aytmang. Hattoki bank xodimlariga ham. Banklar bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizda shubha yoki muammolar paydo bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'z bankingizga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Rasmiy ishonch telefonlari va veb-saytlardan foydalaning. Turli shubhali shaxslarning maslahatlariga ishonmang. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, Pensiya.uz va o'z bankingizning rasmiy manbalaridan ma'lumot olishga harakat qiling. Bu ma'lumotlarning ishonchli manbalaridir. Agar sizning yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, ularni bu o'zgarishlar haqida xabardor qiling va kerak bo'lsa yordam bering. Ayniqsa keksa yoshdagi ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz uchun bu juda muhimdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Shunday qilib, qadrli do'stlar, 1 maydan boshlab banklar orqali nafaqa to'lashda joriy etilgan yangi tartib nafaqa olish jarayonini yanada samarali va qulay qilishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar sizning raqamli savodxonligingizni oshirishga va moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlashga yordam beradi. Eng asosiysi, xabardor bo'lish, o'z vaqtida zarur choralarni ko'rish va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish. Kartalaringizni tekshiring. Agar yo'q bo'lsa, imkon qadar tezroq oching va har qanday shubha tugilganida bevosita bank yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu jarayonni osonlikcha o'zlashtirishingizga ishonchim komil. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni va ushbu mavzu bo'yicha savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularni diqqat bilan o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki siz uchun eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Omon bo'ling.